Hammaga assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Sizlar bilan Sardor Suyun. Biz ayni damda Qiziriqda bayram shukuh xonasiga beribmiz. Do'stlar, bir narsa ko'rib qoldim hozir. Mana bu Shahboz ukamizga anjumana qilyapti. Qani boraylikchi. 40 ta qilyapman, 35 ta qilyapman deydi. Qani nechta qilar ekan? Syomka qilayotgan ekan. Mencha qanchadir qildi shekilli. Shahboz. Do'stlar, biz mana ukamizni ko'rib qoldik. Nechta qilding, ukam? Aka, bugun nasib xudo olasa 21-kunimiz 40 ta anjumana qildim aka. 40 ta anjumana qilding, ha? Lekin men ishonmayapman-da. Keyin Nimaga aka? bilmadim, men sen bajara olmaysan deb o'ylayapman. Aha. Shunga senga bitta zo'r shart bersam. Qaysiga duxing yetadi? Hozir Instagramda trendda ikkita odam men taniyman, ko'proq mana shu shug'ullanish bo'yicha, trenirovka bo'yicha. Bittasi Aziz Estet bo'lsa, ikkinchisi Ahad Xudoyorov. Qaysiga borib birga video olib Toshkentga borib intervyu qilalasan? Aka, menga farqi yo'q, qaysi biri bilan bo'lsa ham qilaverам. Aziz Estetmi, Ahad Xudoyorov. Yana mana bu bilsang, o'tgan safar bir Sanchos degan ukamiz tepada bir shart bergani, shunga o'xshab shartni bajara olmay ketib qolmaysanmi? Yo'q, aka, bizlarda unaqa bo'lmaydi. Nasib xudo olasa, Qizil xalqimiz, Surxondaryo xalqimiz poddержкада bo'lib tursa, biz aka O'zbekistonning bayrog'ini yuksakroq ko'tarishga harakat qilamiz nasib. Nima deysizlar do'stlar? Qaysi biri bilan borib uchrashgani yaxshi? Kommentga yozib keting. Aziz Estet desangiz, Aziz Estetni belgilab keting. Ahad Xudoyorov bo'lsa, Ahad Xudoyorovni belgilab keting. Sizlar ham menimcha ularni aniq yaxshi taniysiz. Bu ukamiz qaysi biri bilan borib duxi yetadi, birga video olib, Qiziriqdan Toshkentga borib, yana piyoda ketib borma tag'in. Yo'q aka. Piyoda ketib borma tag'in. Avtobusdanmi, samolyotdanmi borasan-da, yo Aziz Estet topasan, yo Ahad Xudoyorov. Endi kommentariyada qaysi ko'proq atmetga qilinsa, mana shu 24 soat ichida o'sha bilan borib intervyu qilasan. Bo'ptimi? Bo'ldi aka. Gap yo'q. Hozir nechta qilding? 40 tami? Aka, hozir 21-kunim 40 ta anjumana qildim. Bo'ldi. Xudo xolasa, bizning Surxondaryo xalqimiz, Qizil xalqimiz podдержкада bo'lib tursa, biz O'zbekiston bayrog'ini yuksaklarga ko'taramiz. Bo'ldi, gap yo'q. Gap yo'q. Do'stlar, podдержкада bo'lamiz. Shu kishiga, shu ukamizga obuna bo'l, ikkita profilni ham atmetga qilib ketaman. Ko'ramiz qaysi biri ko'proq atmetga bo'lar ekan. Aziz Estetmi yo Ahad Xudoyorov? Omad ukam, gaplashamiz.